Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana Let's Go to Korea kanali. Biz hozir topik-tashkik.uz saytida ko'rib turgan e'lonimiz, ya'ni bu O'zbekistonda 12 xalqaro koreys tili bilim darajasini aniqlash imtihoni IBT yo'nalishini o'tkazilish tartiblari e'lon qilindi. Ya'ni imtihondan o'tkazish sanasi 21 mart 2026-yil shanba kuniga to'g'ri keladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, jadvalda imtihon o'tkazilish tartib jarayonlari ko'rsatilgan va bu yerda imtihon qay tartibda olib boriladi, ularni hammasi ko'rsatilgan. Pastroqqa qaraydigan bo'lsak, imtihonda ishtirok etuvchi insonlarni ko'rsatgan va imtihondan o'tishda oldin yangi o'tuvchi bo'lsangiz, siz yangi o'tuvchi bo'lganingiz uchun imtihonga yangi kirmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz uchun shaxsiy kabinet ochishingiz lozim. Uning uchun shaxsiy kabinet ochish uchun ruxsat beriladigan vaqtlar bor. Ya'ni 2025-yil 12-dekabr juma kuni 10:00 dan boshlab 2025-yil 17-dekabr chorshanba kuni 24:00 gacha sayt ochiq bo'ladi, ya'ni shaxsiy kabinet ochish uchun. Onlayn ro'yxatdan o'tish O'zbekiston uchun, ya'ni topik-tashkik.uz saytida amalga oshiriladi. Bu onlayn ro'yxatdan o'tish uchun 2025-yil 18-dekabr payshanba kuni 19:00 dan 2025-yil 19-dekabr juma kuni 19:00 ga qadar davom etadi. Shu ko'rib turgan e'lonlaringizda aytib o'tganlarimga amal qilib registratsiyalardan o'tishingiz mumkin. Sizga pastrog'iga tushadigan bo'lsangiz, qayerga va qanday tartibda o'tkazilishingiz va qaysi universitetlarda, qaysi lokatsiyalarda bo'lishi imtihonni ko'rsatib o'tilgan. Hammasini topik-tashkik.uz saytidan ma'lumotlarni batafsil olishingiz mumkin. Va bu yerda so'ngroq pastroq tushib kelsangiz, u yerda sizga nimalar talab qilinadi, topik 1 uchun qancha to'lov qilish kerak, topik 2 uchun qancha to'lov qilish kerak, qayerga registratsiyaga o'tganingizga qarab qayerda to'lov qilishingiz kerak, hammasi batafsil ko'rsatilgan. Shunday yangiliklardan boxabar qolmaslik uchun bizning Let's Go to Korea kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini kommentariyaga yozib qoldirsangiz, biz sizga qo'limizdan kelguncha o'sha mavzular bo'yicha videolar ulashib boramiz.